Assalomu alaykum. Ushbu videoni chiqarishdan maqsadim xalqimiz orasida sodda va tez ishonuvchan bo'lgan insonlarni yana bir bor ogohlikka chorlash. Afsuski, oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'plab kiber jinoyatlarning soni ortib boryapti. Aholi orasida sodda bo'lgan insonlarning ishonchi suiiste'mol qilinib, ularga nisbatan moddiy zarar yetkazish holatlarining soni ortib boryapti. Agar siz ham ularning qatorida bo'lishni xohlamasangiz, sizdan talab etiladi, yana ogoh bo'ling. Har xil Telegram messenjerlari orqali yaqinlaringizning ovozlari, ularning suratlaridan foydalangan holda sizlarga bog'lanishlari mumkin, APK fayllar yuborishlari mumkin. O'sha fayllarni yuklamang, har xil linklarni ustiga bosmang. Telegramda soxta kanallar bo'lishi mumkin. Har xil misol tariqasida auksionga qo'yilgan tovarlarni yarim narxlarda arzonroq holatda narx belgilab qiziqtirishlari mumkin. Pul to'lovlarini qilmang, kartalaringizga hushyor bo'ling, o'zingizni muhofaza qiling. Bu barchasi o'zingizga bog'liq. Ogoh bo'ling deyman. Oxirgi paytlarda keskin kiber jinoyatlarning soni ortib boryapti. Ogohlik davr talabi.